Paravasi borlar patologga tupurib, qoringa tushirib yotgancha olsa bo'lardi, olmadi ko'pchilik. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 10-fevral 2026-yil Ramazonlarga boshlang'ich to'lovsiz chiqargan edik. Ertadan boshlab endi unaqa narsa yo'q bo'ladi, chunki banklar baholash xizmatini tushiryapti narxini. O'sha sababli endi oldin bepul chiqqan mashinalar kamida 500-600 dollar bilan chiqadi. Lekin uni yaxshi tomoni ham bor. Oylik to'lovlar ancha tushadi. Bu 2.800 dan 2.500, 2.400 larga tushadigan bo'ladi. Faqat boshlang'ich to'lov 500,000 dollar shu atrofda bo'ladi. Shuncha aytdik, odamlar olib qolinglar deb boshlang'ich to'lovsiz paravasi borlar patologga tupurib, qoringa tushirib yotgancha olsa bo'lardi, olmadi ko'pchilik. Endi shunaqa narsa. Sal narxlar o'zgaradi endi. Nasib xudo xolasa endi boshqacha bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lasizlar, mashinalarni endi bir xillar arzonroq olib boshlang'ich to'lovsiz chiqaraversa, u yaxshi mashina uchramaysiz. Ko'pi kraska bo'lgan, krashinni, polni krashinni mashinalarni arzon olib bosh to'lov chiqarsa bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Oldin biz masalan toza kraskasi, tozalarni ham bosh to'lov chiqarib berdik. Mashinalarni yaxshi eng zo'rlarni ham boshlang'ich to'lovsiz chiqarib bergan kunlarimiz ham bo'ldi. Endi unaqa narsaga narx tushdi, banklar baholash xizmatini tushirdi, shuning hisobiga bosh to'lov ortadi. Lekin oylik to'lovlar past bo'ladi. Yana ham baribir qilib beramiz, faqat bosh to'lovi bor hammasini kelishtirib qilib beramiz. Kevrasizlar akalar, ukalar, opalar, singillar.